Ta'sir psixologiyasi. Robert Cialdini. Ishontir, amal qil, muhofazalan. 4-qism. O'zaro imtiyozlar. O'zaro almashinuv qoidalaridan kimnidir talabingizni bajarishga majburlashda foydalanishning yana bir usuli mavjud. Bu usul odamga xushmuomalalik bilan javob berish va xizmatiga javob qaytarishdan ko'ra murakkabroqdir. Ammo ba'zi hollarda bu to'g'ridan to'g'ri yondashishdan ko'ra samaraliroq. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib bu uslub qanchalik yaxshi ishlashini bilaman. Bir kuni men ko'chada ketayotganimda to'satdan oldimga 11 yoki 12 yoshli bola keldi. U o'zini tanishtirdi va shanba kuni kechqurun badavlat skautlarning yillik namoyishi uchun chiptalarni sotayotganini aytdi. Bola bir nechta chiptani $5 sotib olishni taklif qildi. To'g'risini aytganda, badavlat skautlarni ko'rish men shanba uchun mo'ljalagan rejamga muvofiq emasdi. Shuning uchun men rad javobini berdim. Yaxshi, dedi bola. Agar siz chiptalardan sotib olishni xohlamasangiz, unda katta shokoladga xushingiz qanday? Donasi $1 turadi. Men 2 ta shokolad sotib oldim va e'tiborga loyiq bir narsa sodir bo'lganligini darhol sezdim. Chunki A. Men shokoladni yoqtirmayman. B. Menga $1 yoqadi. C. O'zimga keraksiz bo'lgan 2 ta shokoladni oldim. D. Bola mening $2 olib ketdi. Nima bo'lganini yaxshiroq tushunish uchun idoramga bordim va yig'ilishda menga yordam berish uchun tadqiqotchilarni taklif qildim. Vaziyatni muhokama qilar ekanmiz, o'zaro almashinuv qoidasi meni shokolad sotib olishni talab qilayotgan bolaga bo'ysunishga majbur qilganiga e'tibor berdik. Ushbu qoidaga binoan bizga nisbatan qandaydir tarzda harakat qilgan kishi o'ziga nisbatan javob o'laroq shunday harakatni olish huquqini qo'lga kiritadi. O'zaro almashinuv qoidasi natijalaridan biri bu bizga ko'rsatilgan xizmatlar uchun haq to'lash majburiyatini paydo bo'lishidir. Biroq ushbu qoidaning yana bir natijasi bizga yon berganlarga yon berish majburiyatidir. Muhokama davomida mening hamkasblarim va men skaut bola meni aynan shu pozitsiyaga ko'ra tushirganini angladik. Uning bir dona shokoladini $1 dan baholashi uning bergan imtiyozi bo'lgan. Bu talab $5lik bir nechta chiptalarni sotib olish talabidan voz kechish o'rnida taqdim etiladi. Agar men o'zaro almashish qoidalarining diktaturasini qabul qilsam, men ham yon berishga rozi bo'lishim kerak va bunday imtiyoz berildi. Bola katta talabdan kichikroq talabga o'tganda men garchi u taklif qilgan narsalarning hech biriga muhtoj bo'lmasam ham qiziquvchanlik ko'rsatdim. Bu avtomatik ta'sir ko'rsatish vositasi kishini itoatga majbur qilishining klassik namunasidir. O'rtoqlar, bir daqiqa diqqat qiling. E'tiboringiz markazida Ziyo TV YouTube kanalining asoschisi va muallifi Ziyoddin Hakimov. Videoni ushbu daqiqasiga qadar agarda hamroh etgan bo'lsangiz, demak, ijodimizga befarq emassiz. Shunday ekan, sizdan birgina iltimos, bittagina like tugmachasini bosib va albatta qo'ng'iroqcha va izohlarda o'z fikri, mulohazalaringizni qoldirsangiz kifoya. Bu esa YouTube algoritmiga monand ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Albatta bu o'z navbatida bizni yanada ko'proq videolarni tayyorlashga chorlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Boy bo'ling. Menga shokolad yoqadimi yoki yo'qmi, bu ahamiyatli emas. Skaut menga yon bosdi va chertmak, vizillash prinsipi ishga tushdi. Men ham o'z xohishim bilan unga javoban yon berdim. Albatta, har qanday vaziyatda hamma odamlarga nisbatan bu kabi tendensiya bilan javob berib bo'lmas ehtimol. Ushbu kitobda muhokama qilingan ta'sir vositalarining hech biri bu qadar kuchli emas, ammo skaut bilan almashinish paytida bu tendensiya juda yaxshi tarzda qo'l kelib, natijada men keraksiz va juda qimmat shokoladlarni oldim. Nega men imtiyoz bilan javob berish kerakligini his qildim. Bunday muvofiqlik biz ko'rib chiqayotgan tendensiyaning jamiyat uchun foydaliligi bilan izohlanadi. Jamiyat a'zolarining ko'pchiligiga umumiy bo'lgan maqsadga erishish uchun birgalikda harakat qilish har qanday ijtimoiy guruhning manfaatiga xosdir. Biroq ijtimoiy taraqqiyot jarayonida ko'p odamlar boshqalar uchun nomaqbul bo'lgan talablarni ilgari sura boshlaydilar. Shunday qilib jamiyat ijtimoiy foydali hamkorlik uchun dastlabki qiyin shartlar keyinga qoldirilganiga ishonch hosil qilishi kerak. Bu murosaga yordam beradigan omillar orqali amalga oshiriladi.
O'zaro yon berish esa ana shunday tartiblardan biridir. O'zaro almashinuv qoidasi ikki tomonlama kelishuvga olib keladi. Birinchisi ravshan, biron bir shaxsga imtiyoz ko'rsatilgandan so'ng tabiiy ravishda ikkinchi taraf ham javob beradi. Ikkinchi yo'l esa, garchi u sodda ko'rinsa-da, juda muhimdir. Xizmatlar, sovg'alar yoki yordam kabi imtiyozga imtiyoz bilan javob berish majburiyati ijtimoiy foydali shartnomalarni tuzishga yordam beradi. Bunday shartnomani tuzishni istagan har bir kishi boshqa birovning manfaatidan foydalanmasligi kafolatlanadi. Chunki agar biron bir imtiyozga imtiyoz bilan javob berish ijtimoiy majburiyati bo'lmagan taqdirda, kim ham birinchi bo'lib biron narsani qurbon qilishni istardi. Bu kabi yo'l tutish hech narsa evaziga hech narsa olmaslik xavfi borligini anglatgan bo'lardi. Shuning uchun o'zaro almashish qoidasi qaysidir ma'noda bizga o'zimizni xavfsiz his qilishimizga sharoit yaratadi. Birinchi navbatda sherigingizga nimanidir qurbon qilasiz va u ham javob o'laroq sizga qandaydir narsani qurbon qilishi shart bo'lib qoladi. Kitobxon hisoboti. Arizona shtati ishchisi. Ishga kirayotgan paytimda o'z ish o'rnini menga bo'shatib berayotgan ayol xo'jayinining ajoyib saxiy ekanini, agar homilador bo'lganida hech qachon ishdan ketmasligini aytib berdi. Uning aytishicha, turli tuman tadbirlarda xo'jayin unga albatta gullar va mo'jaz sovg'alar berib turgan ekan. Mana xuddi o'sha rahbar bilan o'zim ancha vaqt birga ishladim. 6 yil. Endi men ham o'sha ayolning so'zlarini tasdiqlashim mumkin. U menga va o'g'limga Rojdestvo yoki tug'ilgan kunim uchun sovg'alar, gullar berar edi. 2 yil oldin men o'zimning professional sohamda cho'qqiga chiqqanimni angladim. Agar men karyeramda davom etishni xohlasam, malakimni oshirib, qayta o'qishim va boshqa bo'limga o'tishim yoki xususiy biznesga kirishim kerak. Ammo ich-ichimdan bunga nimanidir qarshilik qilayotganini, ketishga haqqim yo'qligini his qilardim. Mening xo'jayinim endi yosh emas va u nafaqaga chiqqanidan so'ng boshqa ishga o'tishim ham mumkin. Hozircha esa men bu yerda qolishni ma'qul ko'ryapman. Axir xo'jayin har doim menga juda iliq munosabatda bo'lgan. Muallifning qaydlari. Meni kitobxonning xo'jayini pensiyaga chiqqanidan keyingina boshqa ishga o'tishi haqidagi gaplari hayratga soldi. Aftidan, ko'rsatilgan kichik e'tibor belgilari tufayli bu ayol beixtiyor muayyan majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan va natijada u shunchaki bundan ham yaxshiroq ish qidirishga kirisha olmaydi ham. Ushbu hikoya menejerlar uchun qo'l ostidagilar bilan munosabatda sadoqatni vujudga keltirishi yaxshi saboqdir. Ammo bu kitobni o'qiganlarning barchasi bundan ham muhim saboq oladi. Kichik narsalar, ayniqsa o'zaro almashish kabi jiddiy qoidalar juda muhim. Inkor, keyin chekinish. O'zaro almashinuv qoidasi murosaga erishish jarayonini boshqarishi tufayli muhim kelishuvga yo'l ochuvchi dastlabki chegirmalarni qo'llash imkoni bo'ladi. Ushbu oddiy uslubni inkor qilish, keyin orqaga chekinish deb atash mumkin. Xuddi shu usul yuzingizga yopilgan eshikni ochish deb nomlanadi. Aytaylik, siz meni biron bir talabga bo'ysunishga majbur qilmoqchisiz. Avvaliga menga jiddiyroq talabni qo'ysangiz va men buni rad etsam, shu orqali meni bo'ysundirish imkoniyatingiz yaxshilandi. Keyin men rad qilganimdan so'ng siz osonroq talabni bajarishimni so'raysiz. Xuddi shu talab siz uchun asosiy hisoblanadi aslida. Agar siz ishingizni mohirona tuzgan bo'lsangiz, men ikkinchi talabingizni o'zimga imtiyoz sifatida qabul qilaman va o'z ixtiyorim bilan sizga javob qaytargim keladi. Buni darhol amalga oshirishim uchun birdan bir yo'l sizning ikkinchi talabingizni bajarishga rozilik berish bo'ladi albatta. Boy Scout, ya'ni Scout bola shu tariqa menga shokoladini sotmagandimi axir? Uning tovarlarini sotish uchun maxsus ishlab chiqilgan $5 dan $1 ga tushishi sun'iy chekinish emasmidi? Scout qoldirgan taassurotlardan hali ham yaxshi eslovchi odam sifatida bularni juda yaxshi tushunaman men. Ammo bu kabi ketma-ketlik, birinchi katta talab, keyin kichikroq talab rejalashtirilganmi yoki yo'q? Shunga qaramay natija bir xil. Inkor, keyin chekinish usuli ishlayapti. Va u samarali tarzda ishlaydigan bo'lsa, nima bo'lmasin, o'z maqsadiga erishuvchi odamlar bu usuldan atayin foydalanishi mumkin. Keyinroq biz ushbu taktikadan qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Va nihoyat biz ushbu texnikani favqulodda samarali qiluvchi ayrim jihatlarni ko'rib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, Scout bilan uchrashganimdan keyin hamkasblarim bilan birgalikda men bilan nima va qanday sodir bo'lganini tahlil qilgandim. Aslida esa biz bundanda ko'proq narsani qildik. Keyinchalik dastlabki jiddiyroq talabni rad etish jarayonining samaradorligini sinash uchun tajriba ishlab chiqdik.
Ushbu tajribani o'tkazishda ikkita asosiy maqsad qo'yilgan edi. Birinchidan, ushbu taktika mendan boshqa odamlarga nisbatan ham ishlaydimi yo'qmi shuni tekshirib ko'rmoqchi edik. Men odatda har xil hiyla nayranglarga ishonuvchan, ko'pincha yon berishga moyil odamman. Shu uchun bizni inkor keyin chekinish usuli ko'p odamga ta'sir qiladimi degan savol qiziqtirardi. Agar shunday bo'lsa, albatta unga munosib darajada e'tibor qaratish lozim. Bizning ikkinchi maqsadimiz bu vositaning qanchalik kuchli ekanini aniqlash. Bu uslub odamni o'ta jiddiy talabni qabul qilishga majburlay oladimi? Boshqacha qilib aytganda, kichik talab faqatgina kichikligicha qolishi kerakmi? Quyidagi taxminlar esa sinchkovlik bilan tekshirishni talab qiladi. Ikkinchi talab haqiqatan ham ahamiyatli bo'lishi kerak va u boshlang'ich talabdan unchalik darajada jiddiy bo'lmasligi zarur. Yon bosish mumkin bo'lgan holatning paydo bo'lishi juda muhim ahamiyatga ega. Ikkinchi talab obyektiv ravishda juda jiddiy bo'lishi mumkin, lekin birinchi talabga nisbatan unchalik jiddiy bo'lmasligi lozimki, shundan so'ng uslub ishlay boshlaydi. Biroz o'ylab ko'rganimizdan so'ng bu texnikani amalda sinab ko'rishga qaror qildik. O'zimizcha ko'pchilik rozi bo'ladigan talabni o'ylab topdik. Graflik yoshlar maslahat dasturi vakili sifatida yotoqxona atrofida aylanib yurgan kollej talabalariga murojaat qildik va ulardan hayvonot bog'i bo'ylab sayr qilib yurish davomida voyaga yetmagan jinoyatchilarni nazorat qilishda yordam berishlari mumkin yoki yo'qligini so'radi. Bir necha soat davomida huquqbuzar voyaga yetmaganlarning qaysidir xatti-harakatlarini nazorat qilish bo'yicha javobgarlikni o'z zimmasiga olish to'g'risidagi taklif talablarini juda oz qismini jalb etishi tabiiy hol edi albatta. Kutilganidek, yoshlarning asosiy qismi 83% rad etdi, ammo savolni o'zgartirganingizdan so'ng biz butunlay boshqacha natijalarning guvohi bo'ldik. Biz talabalarni ko'ngilli tarzda bepul kuzatuvchi sifatida ishlashga taklif qilishdan oldin ulardan yanada murakkab xizmatni, ya'ni ulardan kamida 2 yil davomida har haftada voyaga yetmagan huquqbuzarlar bilan maslahat uchrashuvlarini o'tkazib turishni so'radik. Talabalar bunday juda mushkul talabni bajarishdan bosh tortgandan keyingina talabalarning hammasi buni rad qildi. Biz ularga bir qadar osonroq taklif bilan chiqib, hayvonot bog'iga voyaga yetmagan huquqbuzarlar bilan birga borishlarini so'radik. Hayvonot bog'iga sayohat bilan bog'liq bildiriluvchi birinchi taklifdan voz kechib, biz ulkan yutuqlarga erishdik. 3 baravar ko'proq talaba, to'g'riroq ularning bir guruhi ixtiyoriy ravishda voyaga yetmagan huquqbuzarlarni nazorat qilishga rozilik bildirdilar. Ishonchingiz komil bo'lsin, asosiy talabga javob beradiganlarning sonini 3 baravar ko'paytiruvchi har qanday strategiya ko'pgina turli-tuman vaziyatlarda qo'llaniladi. Shunday qilib aytib o'tilgan uslub ko'pincha mehnat munosabatlari sohasidagi muzokaralarni olib boruvchi shaxslar tomonidan qo'llaniladi. Bu odamlar ishni bajarishi umuman shart bo'lmagan juda mushkul talablarni qo'yishdan boshlaydi va tabiiyki, bu talablarning bajarilishi bilan qiziqmaydi ham. Keyin ular biroz yon berganga o'xshab osonroq talab qo'yib, shu tariqa qarama-qarshi tomondan kelib, real natijaga erishadi. Bir qarashda talab qanchalik yuqori bo'lsa, amaliyot shunchalik samaraliroq bo'lib tuyulishi mumkin, chunki bu holda xayoliy imtiyozlar uchun ko'proq imkoniyatlar paydo bo'ladi. Biroq bu faqat ma'lum darajadagina to'g'ri bo'lib chiqadi. Isroilning Barelon universitetida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, agar qo'yilgan talablarni bajarish juda qiyin va ular asossiz bo'lib ko'rinsa, taktika uni qo'llaydiganlarga qarshi bo'lib chiqadi. Bu kabi hollarda haddan tashqari yuqori talablar qo'yganlar juda nohaq ko'rinadi. Mutlaqo real bo'lmagan har qanday boshlang'ich pozitsiyadan kelib chiqib, ish ko'rish ijobiy sanaluvchi biron bir yon bosishga va tabiiyki aks harakatga, ya'ni natijaga olib bormaydi. Muzokaralar bo'yicha haqiqiy mutaxassisning boshlang'ich talabi haddan ortiq oshirilgan bo'ladi. Bu narsa bir qator o'zaro imtiyozlarga erishish uchun qo'llanib, boshdanoq istalgan qarama-qarshi tarafning roziligini olishga yordam beradi. Ammo bu boshdanoq noqonuniy bo'lib tuyuladigan darajada g'alati ko'rinishda bo'lmaydi. Men tadqiqotlarim davomida xonadonlarga mol olib keluvchi savdo agentlarining ishini kuzatib, inkor keyin chekinish uslubining boshqacha shaklini ko'rdim. Ba'zi savdo tashkilotlari ushbu taktikaning maxsus o'zgartirilgan versiyasidan foydalanadi. Albatta, uyma-uy yuradigan savdo agenti uchun eng muhim maqsad sotish darajasining yuqori bo'lishidir. Biroq ko'plab savdo kompaniyalarining o'quv dasturlarida ta'kidlanganidek, mijozlardan tashqari boshqa potensial xaridorlar haqida, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz yoki qo'shnilaringiz to'g'risida ma'lumot olish ham o'ta muhimdir. 5-bobda muhokama qilinuvchi turli sabablarga ko'ra sotuvchi tashrif buyurishni
tavsiya qilgan do'stining ismini aytib berganda savdo darajasi keskin oshadi. Savdo amaliyotida hech kim menga mahsulotlar partiyasi rad etilgandan keyin potensial xaridorlarning ismlarini aytib chekinishni o'rgatmagan edi, biroq keyinchalik savdo agentlari uchun ba'zi o'quv dasturlari agar potensial mijoz rad javobini bersa, murojaat qilishi mumkin bo'lgan odamlarning ismlarini bilib olishingizni tavsiya qiladi. Xo'p, yaxshi, agar bu ajoyib ensiklopediyalar to'plamini o'zingizga hali ham kerakmas deb o'ylasangiz, kompaniyamizning ajoyib taklifidan foydalanishni istovchi boshqa odamlarning ismlarini aytib, menga yordam bera olasizmi? Do'stlaringizdan qaysi biriga maslahat bera olasiz? Ko'pchilik boshqa sharoitlarda o'z do'stlarini savdo agentlari tomonidan kuchli hujumga duchor qilmagan bo'lardi, lekin aslida bu talab asosiy talabdan voz kechish evaziga taqdim etilganda ular qo'ng'iroq qilishlari mumkin bo'lgan odamlarning ismlarini berishga rozi bo'ladi. Negaki bundan ular shunchaki dastlabki talabdan bosh tortishgani sabab bo'ladi xolos. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu kitobni navbatdagi qismlarini birinchilardan bo'lib tinglash imkoniyatiga ega bo'lmoqchimisiz? Unda Telegramdagi kitob kanaliga a'zo bo'ling. Bir martalik to'lov evaziga audio kitobni xohlagancha tinglab, ta'sirlanib, hayotingizda qo'llash imkoniyatidan bahramand bo'ling. Chuqur ta'sir kuchiga ega bo'lgan audio kitoblar hayotingizga mazmun qo'shib, to'g'ri tanlovlar qilishga yordam berishiga ishonamiz. Telegram kanaliga a'zo bo'lish uchun 97 kodi bilan 210 7654 raqamiga Telegram orqali sir so'zini yozing. Shoshiling, joylar soni cheklangan.